Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan milliy sertifikatga tushgan ajoyib bir misolni yechimini ko'rib chiqamiz. Hop, bizda motivatsiyasidagi ifoda berilganda uning qiymati 7 ga teng debdi. Quyidagi ifodaning qiymatini so'rab. Uning uchun tevasidagi man x ning 4-chisining qiymatini topaman. Bunda 7 yu har bittasi alohida o'ng tomonga o'tyapti-da, ishorasi qarama-qarshi o'zgaradi. Ya'ni -x ning kubi -x kvadrat minusdan x. Hozircha bu shunday turib turadi. Keyingi ifodadan men x qavsdan tashqari chiqib ketaman. Shunda bu x 4-chisi -8 bo'lib qoladi. Endi qavsning ichidagi x 4-chisi o'rniga bu ifodani qo'yib yuboramiz o'rniga. Hop, x u 7 minus x ning kubi minus x kvadrat minusdan hop x minus 8. Endi qiladigan ishimiz shuni o'zini soddalashtiramiz. Soddalashtiradigan bo'lsam, x u 7 yu minus 8 turibdi. Ayrib olsam -1 minus x kub minusdan x kvadrat minusdan x. Endi qavs ochaman. Qavs ochsam, keyin buni sразу kubligiga birinchi ko'paytiray. Buni bunga ko'paytirsam minus x 4-chisi. Hop, kvadratligiga ko'paytirsam minus x ning kubi, keyingisiga ko'paytirsam minus x kvadrat. Buni birni oxiriga ko'paytiraman. X ni minus 1 ga ko'paytiraman minusdan x. Endi har bir ifodani oldi manfiy, ya'ni minus bor. Shuni qavsdan tashqari olib chiqib ketsam, minus olib chiqib ketdim. X ning 4-chisi plus x ning kubi plus x kvadrati plusdan x. Endi bu ifodaning qiymati berilgan, bizda 7 ga teng. 10 ni olib berib qo'yaman. 7 ni qo'ysam minusdan 7. Demak, bizda ushbu ifodaning qiymati -7 ga teng ekan. Hop, yana shunday ajoyib misollarni o'tkazib yubormaslik uchun bizni kanalimizga obuna bo'ling.